Tizlikma. To'yonlikka yillik tekshirish o'tgan, bugun bir tekshirish o'tdik. Tutura. Hay tuzum altınızındaki o'xshash. Naq maydon tekshirib, naq maydon nomer qo'ymas. 100 nomer, to'liq nomer, 60 nomerdan to'yon bo'lib ketgan oilalarni majbur araymiz. Menga nuqlab ama? Yo'q. Ma ekran nima chiqishganining rasmi yo'q. Ya endi bu qira ayaqutun bulab qolgan chog'da bu kichik Qo'l bolda nomer qo'landi. Ish ko'zga atinglarga. Har ayol ishkandiga bir umr ekrandash. Qanama to'yliq uzak. Setib etdingmi yo qo'sha qaytib yevatdingmi buni? Ya toshib etgan shu an. Qo'l nomer to'yliq uzak degan chaqchaq qilgan narsami o? Tekshirgichi. Oching'iz berib jam ishching'a. Qolgansi shunda pechet. Mana toza qo'yib kirla. Nechta toza qo'yva? Ikkisi bor. Sifatlarda shunda ko'rilish bo'ldiki, sizlar oilada inoq emas. Qandaqsiga? Nimishqa? Men kichikgina mo'yning ichini ikki tal o'birini ichiltibsizlar ya, ikki tal. Uju. O'tvoy ikki tal o'birini ichib. Jigim nima? To'xta tekshiruvchi bu bunday gap. Bu hujamni bu uyning holadan izlamasan, bilak uyda uchratqili bo'lmaydi. Bu telefonni akirvasi, Wi-Fi'ga ulvaq 4-5 kinoni tugutib chiqatgan. Endi ba'zi tomoqlarni akib berishim bor. Bu men kirmaymanni holaga bu tekshiruvchi bergan memni sho'lashqa ikkini shiltib qolgan gap. Ana shu hech ayamilda ko'rmasak bilakada shu holada. Ha, bundamidi? Ha, bunda qilaylik singlim. Men ma nomerni topmasam topmay. Lekin men sizga cho'qim ishada ishga kelayman. Pasat quruq gapni meni qidiray. Har kishi degan hamda sirtda jafo tortib ishlaydi. Oqshom uyga kelganda 1:30da mashina diko to'xtab, mashinaning remini ichib azroq muzikani qo'yib bir tal quvasa kam. Bu boshqacha bir huzur bu. Andan uyga chiqqandan keyin sizlar ayada o'ltaman, yani qilma, bunda qilma, anda qilma. Bu asha kirmay, na kirdi jinim ukam. Shunda bu yoqma, o'zingiz depaqqa. Ha, unda bo'lgan ekan, bir to'g'ri tushunaylik. Buningga bir siring ko'ngan lozimda. Hamda eshagimi bir nim desak, yaxshi bo'lmas meningcha. 10 nomer tatotdan bizdan. Nima ish qildi? Bu hujam ajatgandan chiqsalar matoni girvikini ho'l qilib kelib chiqdi. Ha? Ha, bu Hasan. Elan. Ha? Elan. Mana fotoga soni qo'ysangizmi? Tamchilayotdi, chachiraydi hamda. To'g'ri tushunishimiz kerak. Buningga men bir nomer tartib qilmayman, juma. Men kim yotadi-da? Men. Nemishqa uyga kirib yotoq qo'ydi, ayoling bilan bir yotgan yotmaysan. Voy xo'rak tadu tatqanim to'nlab tadu shu teshigi chiqib ketgan edi. Voy ko'tilda verdikan xo'rak tatdan aniqildim deb shuni undan 5 saq teshib yotqinim yaxshi ekan meni. Alamat jamning suyini. Jigim nomer tartil juma. Har ayol degan har qanday vaqtda cho'qim o'zining yotoq uyida ikkisi birga bir yostiqqa bosh qo'yib yetish kerak. Shunda baxtli oilani davomlashtirib apmang'ilib bo'ladi. Tekshiruvchi. Voy, ha. Mana yana bir gapim bor. Ha, tamam. 10 nomer tatdan yana bizdan. Nima ish qildi? Bu hujam shu uyning qap o'tirsa tomoqini to'qirtib chekkan. Arish ordisi baqa quvvatida ting'ilib bo'lmaydi. Qanday qilay? Shunda qipasi bo'ladi. Teshigi chiqib cheksa bu diyor. Nechta berib chekib kelsa? Asla. Acha barla, asla. Qara. Maqa yana urishibdi. Tova. Tomoq chekib azoblanib ketganlarni qara. Lekin bu yerda chekmasin, o shikib lododa cheksa bu diyor. Cheksizlar. Qaysingay qachon qarshi urushib qolsanglar koridorga chiqib tomoq chekadigan. Men tomoq turibdi. Dedingmi? Uyda chekimiz. Juma bo'lsa, bundan keyin uyda tomoq chekma. Agar kelaringizni kelsam, yana chekayotgan bo'lsang, cho'qim nomer tartib qilaman. Bu yillik tekshirish oyoqlashdi. Nomeringlar aralla oyoqqa chiqib bo'ldi. Mana men musodir qilib oldim. Ma'qul, men qaytdim. Voy canım, öğretip silmek rast ters genç ama ben bunu bir cıkrak